Assalomu alaykum, kanalimiz kuzatuvchi obunachilar. Bugun yana ikkita zakaznoy pechkamiz tayyor bo'ldi. Ikkalasi ham 2 o'rtasiga quriladigan. O'zimiz Andijon pechka va pilta pechkamiz. Xo'p, obzorini bunisidan boshlaymiz. Andijon pechkamiz. Xo'p, turli listdan bo'lgan. Tepa qismi old orqa korpus, yonboshlar, duxovka qismlari turli listdan bo'lgan. Bu duxovka qismi ko'rishingiz mumkin. Dimoxod tozalaydigan joylariga azmiz qog'ozlar qo'yib akkuratni qilib berilgan. O'txonalari, tagi g'aladon. Kirib chiqishi, rishotkasi ajraydigan rishotkasi bor. Va gazga moslab qo'yilgan. Tashqi ko'rinishi. Pechkamizdan orqa tarafdan ko'rinishi, orqa taraf duxovka qismi. Oshda hech qanaqa bezaklari yo'q. Akkuratni skromniy holatda bo'lgan. Pechkamiz svarkalari ozgina nur tushib qolyapti. Xo'p, bu pechkamizga keladigan bo'lsa, 2 kuyda o'rtasiga qo'yiladi. 3x4, 5 metrgacha bo'lgan xonalarni isita oladi bemalol. Mo'risi katta 120 lik mo'ri. Kichkina qo'ymaymiz. Xo'p, pechkamiz narxiga keladigan bo'lsa, narxi 1.700.000 so'm chiqadi. Sabab bu polni 4 listda. Buni 3 ligi bo'ladi, buni 4x2 kombinatsiyaligi bo'ladi. Buni 1.250.000 so'm, 1.300.000 so'mdan boshlab bu yoqqa ketaveradi narxi. Bu yonbosh ko'rinishlari. Xo'p, bu pechkamiz o'zimizda shabisniy pilta pechkamiz. Tepasi 8 lik list, ya'ni 8 mm lik, kimdir 0.8 deb tushunadi, kimdir 8 lik deb tushunadi. Xo'p, qozonosi bemalol choy poy qo'yish imkoniyati bor bunda. Xo'p, pechkamiz 8 ga 4 lik listda kombinatsiya bo'ladi. Xo'p, mana buni o'txonalari ko'rinishi. Zakatopkalari lazerli, gazga moslangan. Bu kulxona qismlari, kulxona g'aladon bo'lmaydi bunda. Mo'rini svarkalariga bitta e'tibor berasizlar. Bu arka qismi, ya'ni bu yerga devor tushib ketadigan. Bu pechkamiz o'z kanalimizni kuzatib boradiganlar ko'pi bilib ko'rib tushunishadi. Bu pechkamiz orqa taraf duxovka qismi. Pechkamiz absolyutni yangi materialda bo'ladi. Eski list ishlatilmaydi. Bu pechkamiz narxiga keladigan bo'lsa 1.600.000 so'm chiqadi. 5 metrgacha bo'lgan ikkita xonani isitadi bu ham. Xo'p, bu ikkalasini vazifasi bir xil, isitish, ya'ni prosta kimgadir bu ma'qul, kimgadir bunisi ma'qul. Sabab bunda aytayotgandek qo'shimcha imkoniyati bor. Bunda unaqa narsa yo'q. Bu kimgadir video uchun, boshqa uchun, kimdir buni balandligiga qiziqadi. Shunaqa holat. Xo'p, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol zakaz qilmoqchi bo'lsanglar, ekranda nomer qoldiramiz, aloqaga chiqa olasizlar. Iloji bo'lsa voha taraflaridan diller bo'lsa yaxshi bo'lardi. Sabab optimga ham ko'p chiqaramiz. U tomonlarga chiqarib berish, donaga zakaz qilishadi, unga chiqarib berish muammo bo'lyapti. Sabab klientga qimmat tushib ketyapti. Optim oladigan odam bo'lsa, narxini kelishtiramiz. Misol, xatyabi bir olganda bir 20 tami, 30 tami oladigan odam bo'lsa, arzonroq qilib chiqarib bersak, u yerdagi odamlarga ham sotib olishga qulayroq bo'ladi. Bu endi hozir prosta zakazga bo'lganligi uchun sizlarga obrazes qilib ko'rsatyapman buni. Xo'p, ma'lumot shunaqa. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranda nomerlarga aloqaga chiqasizlar.